Rossiya bo'ylab 60 mingga yaqin mehnat patentlari annullирован qilindi. Rossiya bo'ylab chipli Kipr kaptarlar sinovdan o'tkazilyapti. Rezan shahrida velosiped o'g'irlab o'zbekistonlik yigit qo'lga tushdi. Rossiya ko'chalarida unutib qoldirilayotgan karta va boshqa shubhali buyumlar ko'paydi. Migrantlar sovuq kunda yupqa kiyimda politsiya bo'linmasiga olib ketildi. Supermarketda namoz o'qigan migrantlar deportatsiya qilindi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 30-noyabr migrantlar hayotida sodir bo'lgan real voqealar va migrantlarga oid yangiliklarni birma-bir hozir aytib o'taman. Rossiya bo'ylab 60 mingga yaqin mehnat patentlari bekor qilindi, ya'ni annullирован qilindi. Bunga asosiy sabab bu ish beruvchi bilan ishlovchini o'rtasida tuzish kerak bo'lgan mehnat shartnomasi. Ko'p hollarda mana shu vatandoshlarimiz ish beruvchini so'zlariga ishonib qolishyapti, ya'ni mehnat patenti uchun yuborilish kerak bo'lgan bildirishnomani ish beruvchi yubordim deb aytayapti. Bu hollarda vatandoshlarimiz ko'p hollarda mana shu mehnat patenti uchun yuborilish kerak bo'lgan bildirishnomani o'zlari yuborishlari kerak bo'lgan bildirishnomani yubormasdan patentlarni kuydirib olishyapti. Shuning uchun do'stlar, ma'lumot o'rnida aytib o'taman, ish beruvchi sizga har qanday so'z aytmasin, sizga yengimasin, men sana shu mehnat shartnomani tuzdim va MVDga bu haqda xabar berdim degan taqdirda ham siz yaqinda joriy qilingan qonunchilikka asosan ish beruvchi bilan tuzgan mehnat shartnomangizni o'zingizdan bildirishnoma shaklida MVDga yuborishingiz va uni tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Qayta tiklab, boshqa bir regionga ishlash maqsadida borib ham tiklab bo'lmaydi bu tuzgan patentni. Shuning uchun do'stlar, bizda shunday xizmat ham bor, ya'ni hozirda ishlab turgan patentingizni qay holatda ekanligi, sizni bildirishnomangiz MVD ma'lumotlar bazasiga yetib borganmi yoki yo'qligini mana shu video ostida WhatsApp raqamlari bilan bog'lanib, o'zingizning xavfsizligingiz uchun patentingiz hozirda qay holatda ekanligini tekshirtirib bilib olsangiz bo'ladi. Rossiya bo'ylab chipli Kipr kaptarlar sinovdan o'tkazilyapti. Miyasiga chip o'rnatilgan va parvoz yo'nalishi operator tomonidan masofadan boshqariladigan Kipr kaptarlarni Rossiya bo'ylab sinash ishlari olib borilyapti. Bu loyihaga elektr tarmoqlari va sanoat obyektlarini tekshirish hamda atrof muhit monitoringi uchun mo'ljallangan. Do'stlar, shunga o'xshash kaptarlarni ko'chada ko'rib qolsangiz, bularga shikast yetkazish, ularni tutib olish haqida o'ylamang. Bu texnika hisoblanadi. Bularga shikast yetkazish qasddan yoki buni kaptar ekan-ku tutib olaman deb o'zbekchilik-ku endi. Shunaqa fikr qilib javobgarlikka tortishlariga sababchi bo'lib qolmang. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Rezan shahrida velosiped o'g'irlagan o'zbekistonlik yigit qo'lga tushdi. Bu kishi bu yerda ishini yo'qotgandan keyin qarovsiz qolgan velosipedlarni o'g'irlay boshlagan va buni o'zi ham tan olgan. Mana shu o'g'irlagan velosipedlarni ko'chada yaqinlariga, do'stlariga sotib kelgan. O'ylashimiz mumkin, mana shu velosiped ekan, oddiy bir matoh ekan, qarovsiz qolibdi, kimdir tashlab ketgan, keyin men buni olib bundan foydalanaman yoki sotish maqsadida bo'lmasa ham bir joydan ikkinchi joyga minib ketayotgan joyingizda ham bu politsiya sizni o'g'irlikda ayblab shu kelajakda jinoiy javobgarlikka tortishi mumkin. Bu uchun javobgarlik 5 yilgacha qamoq bilan tayinlanadi. Shunday ehtiyot bo'ling, olib ketishni o'ylamang. Hatto bu matohlar qarovsiz qoldirib ketilgan taqdirda ham so'nggi paytlarda ko'chalarda bank kartalari yoki boshqa narsalarni tushirib qoldirish holatlari ko'payyapti. Bolalar o'yingohida bo'lsin yoki xavfsiz joylarda bunga o'xshash holatlar ko'p kuzatilyapti. Bunday holatlar ba'zi bir joylarda ataylab uyushtirilyapti. Kishiga zarar yetkazish maqsadida bu ishlardan foydalanishyapti. Men bu haqida ancha yil avval ham aytganman. Ko'chada kishini unutib qoldirgan narsalarni teginmasligi kerak. Aks holda bu jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. So'nggi paytlarda ko'ryapmiz, bu ataylabdan uyushtirilayotgan bo'lishi mumkin. Rossiyani ko'ryapmiz, hozirgi holatdan kelib chiqib, siz ish joyingizda mana shu bank kartasi yoki kishini unutib qolgan narsasi bo'ladigan bo'lsa, buni xabarini berishingiz kerak. Bu uchun siz xabar bermasangiz ham javobgar bo'lib qolasiz. Ya'ni buni yashirdingiz, bekitmoqchi bo'ldingiz, o'zingiz bilan olib ketmoqchi bo'ldingiz deyap. Agar ko'chada ketyapsiz, bu jamoat joyi bilan bog'liq. Sizdan keyingi odam buni ko'radi. Bunda siz e'tibor bermasdan o'tib ketganingiz ayni muddao bo'ladi. Do'stlar, shuning uchun joylarda ehtiyot, nihoyatda ogoh bo'ling. İşte sovuq kunida migrantlarni politsiya bo'linmasiga yupqa kiyimda olib ketilayotgan video roliklar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Bu holat Saxa shahrida, Yaxtistonda bo'lib o'tgan. Ko'ryapmiz, mana shu videoda noqonuniy migrantlarni aniqlash maqsadida politsiya bo'linmasiga balkim ataylab buni bilib bo'lmaydi.
yupqa kiyimda politsiya mahkamasiga olib ketilyapti. Shunday achinarli holatlarni ko'rib iching achishadi. Rossiyada migrantlarni ataylabda mana shunday ta'zib qilinyaptimi yoki bu yerda boshqa holat bo'lganmi? Albatta rasmiylardan rasmiy javob kutib qolamiz. Kemirova shahridagi supermarketda namoz o'qigan migrantlar deportatsiya qilindi. Politsiya ularni migratsiya qonunlarini buzganlikda aybladi va har biri uchun 30 ming rubl miqdorida jarima soldi va bularni mamlakatdan majburiy deportatsiya qilish yo'li bilan chiqarib yuborish berdi. Shuning uchun men har doim aytaman, bundan avval ham aytib o'tganman, mana shu jamoat joylarida yoki ko'chada, podyezdda kishini o'ziga qaratuvchi harakatlarni qilish hujjatlar joyida bo'lgan taqdirda ham kishini mamlakatdan majburiy chiqarib yuborishga sabab bo'ladi. Shuning kelinglar do'stlar, erinmaylikda o'zimizga yaqin bo'lgan namozxonalarni topaylik yoki bir mana shu kishilarni ko'zi tushmaydigan joyda bu ibodatni qilganimiz o'ylashimcha to'g'ri. Balki bo'lishi mumkin, men bu gapni xato aytayotgandirman. Lekin vaziyatdan kelib chiqib, Rossiyaning hozirgi kundagi holatdan kelib chiqib ish tutganimiz o'ylashimcha to'g'ri bo'ladi. Ya'ni bunda jamoat joylarida, supermarketlarda, ko'pchilik to'planadigan yerlarda namoz o'qish, to'g'ri, namozni o'z vaqtida ado etish musulmon uchun aytib o'tilgan. Imkonni qilib shu boshqa din millat vakillariga ko'rinmaslikni yo'lini qilganimiz o'ylashimcha to'g'ri bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar sizlar do'stlar? Fikrlaringiz bo'lsa video ostida izohlarda kutaman. Sizlarga tayyorlagan yangiliklar shulardan iborat edi. O'ylayman bu hafta davomida o'tgan yangiliklar, ma'lumotlar sizlarga kerakli va foydali bo'ldi. Qaysidir ma'noda manfaatli. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Salomat bo'linglar.